Hammaga salom, sizlar bilan Xerox. Bugun men ko'rib turganingizdek xuddi shunday to'siqli Minecraftda o'ynayman. Bu o'rtadagi esa biz qilishimiz kerak bo'lgan topshiriq. Ya'ni biz xuddi shu berilgan topshiriqlarni bajarsakkina bizning bu kichik olamimiz kengayadi. Videoni oxirigacha ko'ring va video yoqsa like bosing, kanalga ham obuna bo'ling. Birinchi topshiriqda aytilishi bo'yicha biz daraxt chopishimiz kerak ekan. Ajoyib, bizda birinchi topshiriq bajarildi va olamimiz bir blokka kengaydi. Keyingi topshiriqda esa biz verstak yasashimiz kerak. Va uni ham yasadik. Ketidan shartda keyingi topshiriqni ham bajarib yubordim. Taxta kirka yasash. Hozircha ishlar yaxshi ketyapti. Olamimiz ham ancha kengaydi. Ha, aytgancha sizlarga bu yerdagi sandiqni ko'rsatmabman. Uning ichida oziq-ovqatlar bor edi. Bizda keyingi topshiriq toshdan kirka yasash edi. Shu bois tezda tosh qazidim. Hozircha shuncha tosh yetib qolsa kerak, dedim-da u yerdan chiqdim. Va bizda bu topshiriq ham bajarildi. Qoyil, bu yerni ancha kengaytirdik. Endi esa biz toshdan qilich yasashimiz kerak ekan. Negadir topshiriqlar osondek tuyulyapti. Har bir Minecraft o'yinchisi o'yinni xuddi shu tarzda boshlaydi. Bularni topshiriq deyish salgina xato bo'lardi. Nima bo'lgan taqdirda ham biz bu yerni ancha kengaytirdik. Buni qarang, boyagidan ancha farq qiladi. Volta yasashga hech qanaqa topshiriq yo'q, lekin u menga kerak. Sababi menda taxta kam. Men yaxshi insonligim esimga tushib daraxt ham ekdim. Bitta narsani ham eslatib o'tay, bizda keyingi topshiriq zombini go'shtiga ega bo'lish. Videoning bir kichik qismi negadir yozib olinmabdi. Men hali berilgan topshiriqni bajarganim yo'q. Tun bo'lishiga qaramay atrofda umuman zombilar ko'rinmadi. Shu sababli zombilar paydo bo'lishini kutgan holda o'zimni bloklar bilan o'rab oldim. O'zimni o'rab olganim sababi tepamda fantomlar uchib yurgan edi. Xo'sh, zombilar paydo bo'lguncha boshqa ishlar bilan shug'ullanib turamiz. Ya'ni boyagi yozib olinmagan qismda qazigan temirlarni eritamiz. Men bu zombilarni ancha kutdim, ammo ularning hech biri haligacha kelgani yo'q. Ha, menga kerak payti bu la'nati zombilar hech qayerda yo'q. Boyagi eritgan temirlardan temir kirka yasadim-da kutishda davom etdim. A few moments later. Bu la'nati zombilarni ertalabgacha kutdim, ammo ularda hech qanaqa darak yo'q. Mayli deya sandiqqa narsalarimni soldim-da konga tushdim. Men boya qazib tugatmagan joyimda temirlar bor ekan. Temirlarni barchasini qazib olib, pastga qarab qazishda davom etdim. Keyin xayolimga o'zim turgan joydan pastga qarab qazish fikri keldi. Agarda shunday qiladigan bo'lsak, birorta kondan tushishimiz mumkin va u yerda albatta zombilar ham bo'ladi. Xo'sh, shunday bo'lsa, bizni zerikarli tosh qazish ishlarimiz boshlandi. Menimcha men kon topdim. Ha, xuddi o'ylaganimdek bu kon ekan. Pastga tushish yo'llarini qidirayotganimda qarang men nima topdim. Bu ovozlardan ma'lumki, bu spawner. O'rtadagi spawnerni sindirdim-da, zombilarni qira boshladim. Va bizda bu topshiriq ham bajarildi. Shu paytda tushunmadim, menda ikkita topshiriq bajarildimi? Ha, mayli, nima bo'lganda ham bajardik. Endi esa sandiqlardagi narsalarni olamiz. So'ngra kondan qaytib chiqdim. Qarasam bitta qo'y yurgan ekan. Uni darhol borib chopib yubordim. Chunki menga yotoq kerak. Biz hozir qilishimiz kerak bo'lgan topshiriq eritilgan temirni qo'lga olish kerak. Agar biz hozir sandiqda turgan temirni inventlarimizga oladigan bo'lsak, bizda bu topshiriq bajariladi. Ajoyib, buni ham bajardik. Keyingi topshiriq nima haqida ekanligini tushungunimcha kech bo'libdi. Bu topshiriqda biz oddiygina temirdan aslaha yasashimiz kerak ekan. Shu sababli ham men hozir temirlarni eritishga qo'ydim. Qarasam bu tarafda bitta sandiq ochilibdi. Uning ichida esa biz ekishimiz uchun urug'lar bor ekan. Endi ertalabgacha yana xuddi shu joyda o'tiraman. Xo'sh, mana tong ham otdi. Endi borib birinchi navbatda topshiriqni bajaraman. Bu topshiriqda biz aslahaning faqatgina xuddi shu qismini yasashimiz kerak. Boshqa joylari hisobga o'tmaydi. Bu qismini nima deb atalishini bilmayman. Va bizda topshiriq bajarildi. Ajoyib. Endi siz keyingi topshiriqqa e'tibor bering. Olmos qazish. Keling bu topshiriqni bajarishdan oldin bitta ish qilaylik. Ya'ni men bu yerni tozalab boyagi urug'larni ekmoqchiman. Menimcha shuncha joy yetib qolsa kerak. Suvni quyamiz, ketmon bilan yerni yumshatamiz, to'siqlar yasaymiz, atrofini o'raymiz va urug'larni ekamiz. Hammasi oddiy, hech narsa o'zgargani yo'q. Va mening tomorqam tayyor. Endi olmos qazish ishlari bilan shug'ullansak ham bo'ladi. Undan oldin toshdan kirka yasadim-da, aslahani kiyib, yo'lga otlandim. Ketayotib esimga tushdi, menda qalqon yo'q ekan. Shu sababli qalqon yasadim. Xo'sh, men boyagi joyga keldim va pastga tushdim.
Menda mash'ala tugabdi. Shu sababli tezroq mash'ala yasab oldim va tezda atrofni yoritdim. Shu yerda ko'mirlar bor ekan, ularni ham oldim. Bitta skelet bilan jang ham o'tkazib oldim. Keyin bilsam bu yer kichkina ekan. Bu yerda aniq olmos yo'q. Keyin u yerdan ham pastga qarab qazib ketdim. Qazib ketayotib men kutubxonani topdim. Shunday pastga qarab tushganim bilaman olmoslarni topdim. Olmosni qazamiz va bizda bu topshiriq ham bajarildi. Ajoyib, biz olmosni ham topdik. Bu yerdagi olmoslarning barchasini olib, narigi tarafga o'tib qarasam, bu yerda ham olmoslar bor ekan. Bitta joyning o'zida naq 8 ta olmos. Hozir bizga berilgan topshiriqni bajarish maqsadida kondan chiqdim. Ya'ni olmos kirka yasash. Buni ham bajardik. Bizda keyingi topshiriq obsidian qazish. Endi lava topish kerak. Lava topish maqsadida men narsalarimni sandiqqa soldim-da, konni oxirigacha qaza boshladim. Xuddi shu joydan davom ettiramiz. Shunday qilib qazib kelayotib, men yana bir kon topdim va u yerda lava bor edi. Suv bilan pastga tushdim-da, bu ishni hali ko'p marta mashq qilishimni tushunib yetdim. Atrofni yoritib yurganimda yana olmos topdim. Mayli, uni keyinroq qazib olaman. Bitta o'rgimchakni deb sal qolsa o'lay dedim. Bu yerda ametist ham bor ekan. Mayli, keling tezroq topshiriqni bajaraylik. Obsidianni ham qazidik va topshiriq bajarildi. Bizga hali portal ham kerak. Shu sababli obsidianni barchasini qazib oldim. Boya ko'rgan olmoslarni oldim. Keyingi topshiriqni bajarish uchun shunchaki suvni quyish kerak. Topshiriq bajarish ishlari yaxshi ketyapti. Sal nariroqqa qarasam yana bitta sandiq ochilibdi. Uning ichida esa tuxumlar bor ekan. Bu tuxumlar sigir, cho'chqa va tovuqniki ekan. Shu payt qarasam, mening kichik olamimga ikkita sigir kelib qolibdi. Ularni ham yonimga chaqirdim. Ularni shu yerga qamagunimcha tong ham otdi. Keyin tomorqamga ham qarab qo'ydim. Sabzi va kartoshka allaqachon pishgan ekan. Bu yerda yana bitta sandiq ochilibdi. Uning ichida esa jitelning tuxumi. Atrofda daraxtlar juda ham ko'payib ketibdi. Ularni hammasini tozaladim. Keyin o'zimdagi keraksiz narsalarni sandiqqa soldim-da, uy qurilishiga kerak bo'ladigan resurslarni oldim. Xo'sh, menimcha uy uchun xuddi shu joy yetsa kerak. Bu yerni ancha tekisladi. Uyni qurishni boshlasak ham bo'ladi. Tong ham otdi, men ham uyni qurib bo'ldim. Endi eshiklar yasaymiz va o'rnatamiz. Bu yerga zina ham qo'yamiz. Endi uyni tepasini yopsak ham bo'ladi. Keyin atrofdagi barcha sandiqlarni olib keldim. Menimcha bu tarafni yopib qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerga oyna shart emas. So'ngra tashqaridagi sandiqni ham ichkariga kirgizdim. Verstak esa xuddi shu joyda turadi. Sandiqda bitta temirni oldim va uni maydaladim va mash'alani yaxshiroq chiroqqa aylantirdim. Chiroq esa xuddi shu joyda turadi. Uy sizga yoqdimi yoki yo'q, uni izohlarda yozib qoldiring. Bizda hozircha qum yo'q, shuning uchun oyna yasay olmaymiz. Shu sababli bu yerni bloklar bilan berkitib qo'yamiz. Qaytgancha bizda topshiriq ham bor edi. Topshiriqda aytilishicha bo'yicha biz olmosdan aslahaning xuddi shu qismini yasashimiz kerak. Buni ham bajardik. Ajoyib. O'ylaymanki video sizlarga yoqdi. Bugun biz ko'pgina topshiriqlarni bajardik. Videoni birinchi qismi xuddi shu yerda tugaydi. Video yoqqan bo'lsa va ikkinchi qismi chiqishini xohlasangiz videoga like bosing va kanalga ham obuna bo'ling. Sizlar bilan Xerox bo'ldi. Xayr.